o'zgartira olmaymiz yuz shaklini. Qaysi patsient bilan men qiynalaman ishlashga, qachonki kelganda mendanda ko'proq bilimi borligini isbotlamoqchi bo'lsa agar keladi, menga mana buni qilib qo'yasiz deydi. Hatto problemasi boshqa narsa bo'lsa ham mana buni qilib qo'yasiz deydi. Mana bunaqa bo'ladi, natijasi bunaqa bo'ladi desam, yo'q, menga imенно shuni qilasizda, mana shunaqa bo'lishi kerak. Shular bilan juda qiynalaman ishlashga. Negaki ular o'zinikini talqat qiladi, men o'zimnikini aytaman. Chunki ular aytayotgan narsasidan keyin juda ham xunuk rezultat bo'ladi. Men uni bilaman, chunki men ko'raman boshqa bir kosmetologlarda. Agar biza patsientlarni gaplariga ishonib, o'shalarni yo'rig'idan yursak, soответственно rezultatimiz yaxshi bo'lmaydi. Men o'zimning bilimimga tayanib protseduralarni aynan konkretniy patsientga aytib o'taman. Aqllimi, hamma narsani o'qiverishadi-da, Instagramda hammasi to'g'ri deb o'ylashadi. Unga vestiz qilish kerak emas. Instagramda ko'pincha noto'g'ri narsalar ko'rinadi. Mayli, bizga gapirayotgan narsa balkim kimdir to'g'ri shitayat qiladi. Men o'zim to'g'ri shitayat qilaman. Patsientlar bir xil narsalarga shunchalik ishonib qo'yadiki, men buni qilsam mana shunaqa bo'lib qolar ekanman deydi. Ни в коем случае bu biz anaqa skaskada emasmiz. Biz plastik xirurg emasmiz. Biz o'zgartira olmaymiz yuz shaklini. Kosmetologlar o'zgartira olmaydi. Ular terini chiroyli qilib berishi mumkin. То есть biz terini chiroyli qilib berishim, botox toksinda ozgina o'zgarish bo'ladi, ajinlar yo'qoladi.